Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatadigan mashinamiz Spark mashinasi. 2013-yil 5-oyda chiqqan. Probek 88 ming probekda. Benzin. Mashina holati o'ta zo'r, avariyasi yo'q. Ballonlari ham mana normal holatda. Bitta sal zanglagan joyi bor, tormoz sxemasida. Uni o'zim yo'qotib beraman, chunki ochiq joyda turibdi. Yomg'irda qolgan mashina. Delta varianti Spark. 3-pozitsiyada shoxlari, galaganlari hammasi mavjud. Salonlari ham mana inchestka qilingan pokiza. Rul multimedia 88 ming probekda. Oldi sidina obogrehlari mavjud. Ko'rganlardek bilak paxsi, kameralari mavjud. Orqa sensor, old sensor, lekin orqani kamerani ko'rsatmaydi. Sensor bor xolos. 88 ming probekda 2013-yil mart oyida chiqqan. May oyida chiqqan mashina. Narxi 2 million 900 ming so'rayapsizlar.